Qahramonlik ortidan qurbonlik. Endi u naq 4 oy futbol o'ynay olmaydi. Messi va Ronaldolarning qarama-qarshiligi yangi bosqichga chiqadi. Chunki Messi Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tmoqda. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Chunki hozir biz sizlar bilan futbol olamidagi eng qaynoq va eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz va albatta videorolikka like bosib qo'yishni ham aslo esingizdan chiqarmang. Ha do'stlarim, Messi va Ronaldolarning qarama-qarshiligi yangi darajaga chiqadigan bo'ldi. Aniqrog'i, arab sheyxlari ularning qarama-qarshiligini yana davomiylik qilishmoqchi. Berilayotgan xabarlarga ko'ra, 8 karra oltin to'p sohibi Saudiya Arabistoni klubi bilan jiddiy muzokaralarga kirishgan. Berilayotgan xabarlarga ko'ra, Leo Messi hamda Saudiya Arabistoni futbol klublari akademiyasi bosh direktori Abdulloh Hamadlar Saudiya Arabistoni Pro Ligasi vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib turishibdi. Bu haqida mashhur jurnalist va insider Sasha Tavaleri o'zining ijtimoiy tarmoqlarida ma'lum qildi. Insiderning yana qo'shimcha qilishicha, tomonlar o'rtasidagi muzokaralar juda ham ilgarilab ketgan. 2025-yilga kelib, Leo Messi MLS'da eng katta maosh oluvchi futbolchiga aylanganligiga qaramasdan, u Saudiya Arabistoni chempionatiga ko'chib o'tishni xohlaydi va arab sheyxlari ushbu transfer amalga oshishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni amalga oshiradilar. Chunki ularning asl maqsadi Messi va Ronaldolarning qarama-qarshiligini o'z davlatlariga ko'chirib o'tish. Hozircha Messining aynan qaysi klub safiga borib qo'shilishi noma'lumligicha qolmoqda. Arab klubi vakillarining maqsadi esa Messini qaysi jamoaga ko'chirib o'tishdan qat'iy nazar eng muhimi o'z mamlakatlariga olib kelish bo'lib turibdi. Ha do'stlarim, Leo Messi Saudiya Arabistoni klubiga ko'chib o'tish arafasida turganida uning azaliy raqibi Cristiano Ronaldo jamoasi bilan shartnomani uzaytirish arafasida. Ha do'stlarim, 5 karra oltin to'p sohibi Cristiano Ronaldo An-Nasr bilan yangi shartnoma imzolaydi. Bu haqida barchamizga juda ham yaxshi tanish bo'lgan va kamdan-kam holatlarda noto'g'ri ma'lumotlar tarqatadigan Fabrizio Romano xabar qilmoqda. Cristiano Ronaldo An-Nasr klubi bilan yangi shartnoma imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda, deyiladi Insiderning ushbu xabarida. Jurnalistning yana qo'shimcha qilishicha, ayni damda so'nggi tafsilotlar muhokama qilinmoqda va tomonlar 2 yillik shartnoma imzolaydilar. Va shu tariqa arab sheyxlari bitta o'q bilan 3 ta quyonni otmoqchilar. Messini olib kelish, Ronaldoning shartnomasini uzaytirish va ularning qarama-qarshiligini Saudiya Arabistoniga ko'chirish. Va Ronaldoga futbolchilik faoliyati davomidagi 1000-chi golini aynan An-Nasr safida kiritishga imkoniyat yaratib berish. Ha do'stlarim, Messi va Ronaldolarning qarama-qarshiligi nihoyasiga yetdi deb turgan bir vaqtimizda arab sheyxlari o'zlarining jaraq-jaraq pullarining evaziga ular uchun yangi davrdagi yangi qarama-qarshilikni yaratib bermoqchilar. Qahramonlik ortidan qurbonlik. Ha do'stlarim, Jude Bellingham operatsiya qilinadi va katta ehtimol bilan 4 oy u maydonga tusha olmaydi. Berilayotgan xabarlarga ko'ra, Jude Bellingham oxirgi vaqtlarda yelkasidagi og'riq bilan futbol o'ynab kelgan va pichoq borib va nihoyat suyakka qadalgan. Klub shifokorlar shtabining berayotgan xabarga ko'ra, ushbu operatsiyadan so'ng Jude Bellingham taxminan eng kamida 4 oy maydonga tusha olmaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, Jude Bellingham ushbu jarohatini ancha oldinroq, taxminan mavsumning o'rtalarida orttirib olgan. Tarkibdagi yetishmovchiliklar sababli futbolchi jarohatini davolash o'rniga muntazam maydonga tushishga majbur bo'lgan. Va hattoki angliyalik futbolchi mana shu jarohati bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga ham kelgan. Endi esa pichoq borib suyakka qadalgan va Jude Bellingham jarrohlik stoliga yotishga majbur. Va aynan mana shu jarrohlik operatsiyasidan so'ng futbolchi 4 oy qirollik klubiga ham, Angliya terma jamoasiga ham yordam bera olmaydi. Ha do'stlarim, bilmadim, Real Madrid Xavi Alonso qo'l ostidagi Real Madrid Jude Bellinghamsiz mavsumni qanday boshlar ekan? Chunki ayni damda Jude Bellingham qirollik klubida almashtirib bo'lmas futbolchiga aylanib qolgan edi.
Umid qilamizki, aqlli va uddaburon Xavi Alonso uning o'rnini munosib ravishda to'ldira oladi. Do'stlarim, mana shu yerda hozircha sizlar bilan xayrlashib qolaman va xayrlashishdan oldin eslatib o'taman. Kommentariyada sizlarni 5 million so'mlik Telegram kanalining manzili kutadi. O'sha manzil orqali o'tib Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, 5 million so'mni qanday qo'lga kiritishingiz mumkinligi ipidan ignasigacha sodda va oddiy qilib tushuntirilgan. 5 million so'mni qo'lga kiriting va so'ngra uni xohlasangiz kompaniyada ko'paytiring. Xohlasangiz uni biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pullarni begona qo'llarda qoldirmang. Eslatib o'taman, manzil kommentariyada. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.